Assalomu alaykum hammaga. Biza Beruniy tumani Tinchlik mahallasi Ilonli qala ko'chasi 80-uydamiz. Umid og'aning uyida ko'mirdan o'tirib berdik. Bugun kunlarimiz ish beradi. Bugun 2 kunda bitirib yig'ib qizarib topshirdik xudo xolasa. Videomizni oxirigacha ko'rib borsangiz, uyimizda nima ishlatilganligi, necha so'm pul bo'lganini hammasini bir qator aytib o'tamiz. Ilonli qala ko'chasi 80-uy. Uyimiz ulov joyda joylashgan, kelib ko'raman deganlar uchun. Bu uyimizda ham ko'mirdan samochok sistemada atabdan o'tirib berganmiz. 8 tochka bo'ldi, 6 yera batarya qo'yildi. Dalonimizda bir yera 20 li, birisini 18 latib qo'yib berdik. Bu birinchi bataryamiz. Avvalgi bo'lgan yerlarni ishlashlaringiz yana xudo xolasa joylarni hammasi turbaning razmerida ishlab berganmiz. Keyin ko'p odam so'raydi, zamonaviy deb akkuratni aytib dedi. Bu turbalarni yo'qotib devorning ichida o'tirsa bo'lmaymi, ko'rsatmang qo'ysa bo'lmaymi dedi. Shahar territoriya bo'lsa, gaz bor yerda xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz plastikdan, xohlasangiz damirdan, xohlasangiz devorning ichida o'tirasiz, xohlasangiz lyuchovoy sistema deb o'tirsa bo'ladi. Biz o'z ko'pincha gaz yo'q yerlarda, qishloq yerlarda ishlaymiz. Bu uyimizda qishni kuni Novdan issiqlik aladan bo'lsa olishaylik. Misol uchun damirdan o'tirganmiz yana podacha obratkalarimiz ham 50 gradus issiqlik tarqatib tutdi yana. Şu an uyga ko'p foydasi deydi. Batareyalarimiz yoqib berganimizda 20 minut bo'ldi. 65 gradus berib turibdi yana. Bu dalandagi ikinci batareyamiz. Spaniyalarimize 13'lü, 12'li, 15'li deb qo'yib berganmiz. Katoldan uzoqroq yerlarimize 17'lab tashlab berdik. Bu batareyamiz ham 65 gradus berib turibdi. Samochok sistema bo'lgan podachimiz ham bakni sho'rdan chiqarib berganmiz. Shuracha 32'lik oldu, qolganini 25'lik ishlatib berganmiz. Bu uyimizda o'xshay 20 metr 32'lik, 54 metr 25'lik, 20 metr 20'lik ishlatib berdik. Her birine 90 gradus büküp 20'liklerimizi rezva yonup lastikli latonik renklerden koyup işlep berganmiz. Bu ahırkı bataryamiz 63 gradus görsatib tuttu. Areklarını atab yönetmedik, atab yönetmek için tallab koyduğumuz podachani kelib to'xtatdik, podachasini o'tirib berdik. Podachani o'tirib berjek edik, bir de pechni mo'risi bo'lgancha shunda to'xtatdik, obratkasi o'tib tayyor bo'lib turibdi. Turbalarımız ham shu bir xil zazorda arkasini 3,5-4 sant açıp hem yerlerini. Bu 4-cü bataryamiz. Bu 17'li oldu. Bu spandimizde katoldan uzakroq bo'lgani uchun ham ulavoy joy bo'lgani uchun. Bumuz kuxnyamizda paysi balanti ham yerinden turba o'tganligi uchun o'nladi. O'zini bir biometal bataryasi bor ekan, shuni qo'yib berdik. Bu katoldan girib kelaverishda birinchi bataryamiz. Bu ham 64 gradus berib turibdi yine. Katolimiz şu devorning arkasida turibdi. Bu 5-ci bataryamiz. Turbalarni ham girgan chiqqanlarni e'tibor berasizlar, maza xudo xolasa akkuratni bo'lib turbaning razmerida qo'yib turibdi. Bu oxirgi 6-cı bataryamiz. Koridoruna tashlab berdik. Bumuz ham 63 gradus berib turibdi. Xudo xolasa o'xshay 6 yera batarya qo'yildi, 80 dana batarya ishlatib berganmiz. Şardan olayım, özümüzde işlep çıkarttığım 4 kitaplı 17 turbası var. İçinde rasiski. Şu katolumuzdan koyup sonofga açıp verdik. Nasozlardan koyup samochok ishlash uchun kraniklarni qo'yib berganmiz. Hozir 100% samochok sistemada ishlab qizdirib topshirib berganmiz. Katolimiz o'zini 60 gradus ko'rsatib turibdi hozircha. İçinde bataryalarimiz 64-63 gradus bo'lib turibdi. Aşağı görüp kuzatib boraverasizlar. Shu kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'mir atab o'tiraman deb bilgan danish bilishlar bo'lsa videoni tashlab qo'ying.
Size sağlığına, salamat olun. Əmməyə rəhmət. Bu yüzə getkən material əmməsi özlərimizdən buldu. Obşi 24 milyon 529 milyon pul oldu. Usta haqqısı, materialı, katyolları, həmmən ərsəsi. Sən əmməyə rəhmət etibarı üçün.